Hech suyani o'tirgan yo'q-da. Ha. Kaltasiga gapirib o'zlarini ushlab o'tiribsan. Mana sizda aka sizning mikrofoningiz yaxshi ekan. Nimaga? Shunur yo'q ekan. Shunuri yo'q. Xatamda oldiga turib oling, xatam orqangizdan ovoz chiqarib turadi. Havas qilyapsan-a menikiga gapirgani? Ya o'zingizga bilasanmi nimaga menikiga gapirmoqchisan? Nimaga? Ha, tagida ikkita batareykasi bor. Siznikini havas qilishdan xudo saqlasin. Nimaga? 2 minutda tekis tugaydi. 2 minutda ko'zda tuganmaydi. Noto'g'ri gapiryapsan. Nimaga? O'shaning uchun senga men mikrofonimni bermayman. Xo'p. O'tgan safar gapirib mana uchun o'ylab qo'ydik, ishdan chiqib turibdi. o'zingizga nasib qilsin aka. Rahmat sizga, rahmat. Sizda hangi dihaniya nafas bizda yo'q. Albatta. Har og'zingizdan gap chiqqanda ancha-muncha ho'lda quritib yuboradi. Uchini ho'llab qo'ysa mayli Sidiq aka. Yana bitta aybi bor. Qana aybi bor. Ishlamasda boshiga urib ham ko'radi. Ursan mayli. Urgan paytda ichidagi spiralni to'kib qo'yadi keyin. O'shanchin ishlayapti-ku, urmasdan chertib ko'rib-ku. Ama Abdullajon baribir o'qimishli edi. Albatta. Hozir menga anaqa adab so'zi beryaptilar, Albatta. Boshiga tushunmaydi. Qo'llab qo'yadi, o'qiladi, boqiladi deb. Rahmat. Boshiga Abdullajon tushunadi bu mikrofonda. To'ppa to'g'ri. Yashang. Og'ziga olib borishdan oldin 2 marta puldan ham ko'radi. So'tib turib gapiradi. So'tib turib gapirdim, ishlamadi. Keyin menga nima dedingiz? Nima dedi? Belida yoqaydigani bor dedingiz, ha? Belida yoqadigani bo'lmasa usharmi deysiz? Sidiq akamniki ajoyib. Buni yoqaydigani tayda. Siz gapiruvchimisiz yo tagini surishtiruvchimisiz? Sana nima ishing bor? Bizning reviziya Sana nima ishing bor? Bizning mikrofonda har safar tagini buraydigan shu-ku. Shunaqami? Batareyka qo'ydiraman bunga. Yana to'ki bormi yo'qdi, tilini ham tegizib ko'radi. O'zingizga bo'lsa. Abdullajon mamnun. Lekin o'tirganlar hayron bo'lyapti-da. Nimaga hamdan gapirdi-ku, boshqaga ketib qoldi-da. O'tirganlar hayron bo'lyapti. Xatam bo'yda laqabini bir o'zingiz tushuntirib qo'ying, Sidiq aka. To'xtab tur. Mana o'tirganlar hayron bo'lyapti. Nimaga hayron bo'lishyapti? It bilan bitta otga mol dars o'tyapti deydi. O'tirganlar ham bo'lyapti. Ya, to'xta. O'tirganlar ham hayron bo'lyapti. Nimaga? Bularning ichida yoshi eng kattasi shu ustoz akani. Yomon yolg'on gapirar ekan. Nimaga? Bular bir-birlari bilan gaplashib qolishdi. Nima deyishyapti? Bu vaqtdan bizni ot bilan eshakda farqiga bormaydi, o'ylashyapti. To'g'ri. Siz gapga aralashib o'tirganlar xursand bo'ldi. Ha. Ana endi it o'ldi, bayram bo'ladi deyishyapti. Mana bu odamlarning kelishiga qaraganda moldek semiramiz shekilli. Abdullajon yoshligida bezagida. Hozir nevarali o'lim mol olib qoldi. Xudoga shukr qilur. Xudoga shukr qilur uka. Xo'javatga ko'limni ovasam ko'rdim bu. Yoshingizni esga solyapsizmi? Ana shuni chata qildingizda. Nimaga? O'zingiz yoshligingiz esingizda bormi? Molxonada tug'ilgansiz. Qolib ketgan Hashayit tepasida. Enangiz tashab ketib molni ustida katta bo'lgansiz. O'shaning uchun molga o'xshagan rai to'p qolgansiz. Yaxshi eslatdingiz. Yaxshi eslatdingiz Abdullajon. Molxonada
katta qilishuvdimi mani? Aha. Hali molni bolalari tug'ilgan, o'shalarga qo'shib qo'yib katta qilishganda. Aha. Eshikda hamma yo'q bu Uni ishlar. mahalladagi qo'ni qo'shni ham bolalar ko'rgan ekan. Ko'rgan. Molni bolasini orasida it yurganini ko'rishgan ekan. Aha. Bizni o'rtaligimizni ham ko'pchilik bilar ekan. Yashang. O'shaning uchun yo'qda sizni ko'pchilik so'kar ekanda. Nima deb? Itni bolasi deb. Noto'g'ri gapirding. Noto'g'ri gapirding. Nimaga? 15 yildan beri sotilmayapti, it emgan ekan. Siz ham noto'g'ri gapirdingiz. Nimaga? Ha. Meni ko'rganlar xursand bo'lyapti. Nimaga? Obro'li mol ekan deyishyapti. Nimaga? Hashet tashiydigan eshagi ham bor ekan, qo'rqitisi ham bor ekan. Noto'g'ri gapirdingiz. Nimaga xatam bu? Xardor chiqmayapti deb. Nimaga? Xardor chiqmayotgan bo'lsa ham enasiga chiqmayapti. Shunaqami? Bolasiga xardor ser, ha. Ha. Sen tez katta bo'lar ekan. Hali tug'ilganiga 3 kun bo'lgan yo'q, o'zi uyga shayda yo'q-ya. Ama Sidiq akamni xaridori ko'p. Ha. Ayniqsa xo'tiyligida xaridori ko'p edi. Aha, u paytda qo'yanni o'ylashardi. Yo qo'yanni o'ylashardi, ammo bo'ydoqlar Sidiq akam bilan repetitsiya qiladi. Savaqalib o'tirganlar hayron bo'lyapti, tiling chiqib qoldi shekilli. Ayya. Tili chiqib qoldi shekilli. Nimaga? Yoningda yalama tuzugi bilan kelgan ekansan. Ammo bu aqlli it. Ko'chadan mashina o'tsa mahallani boshigacha kuzatib keladi. Yo'q. Orqasidan nimaga yuguraveradi desam, keyin bildim. Nimaga? Enamni shu mashina urib ketgan deb o'ylar ekan. Menga kelib u mashina emas ekan dedi. Nima dedi? Nomeri to'g'ri kelmadi dedi. Sizga mashina yoqmaydi. Nimaga? Sizga eshik ayora bo'lsa bo'ldi. Senga yaxshi. Nimaga? Dalaga olib chiqib qoqib qo'yadi, kechgacha o'sha yerda turaverasan. Sizlarga rahmim keladi. Nimaga? Moldan ortgan hashay deysizlar. Yana bularga maqolam bor. Qanaqa? Mehnat haloli, go'sht harom deyishadi. Ukam molnikini yesam bo'ladi, menikini yesang atravleni bo'lasan-da. Demakki, otdan qolgan narsani yeb bo'lmaydi. Lekin men undan qolgan narsani vobshe yeb bo'lmaydi. Turishini qara. Turishini qara, rosa iyilda tulagan itga o'xshaysan. Qorovullikka ham yaramaydi bu itingiz. Yo'nakalar quvlaganga o'xshaydi, shuni payib qolibdi-ku. Itmas, ko'ppak bu. O'qitilgani bu. Men umuman hayolim boshqa joyda. Nimaga? Men 10 kunmi, tushimmi o'zim bilmay paqatda turganim. Tavba qildim. Sirkda ham ko'rmaganman. Mirjvodiyda ham ko'rmaganman. O'shanga lol xotiribman. Nimaga? Nahotki molni gapini eshak tushunadi. Hozir mashina pinga xafa bo'ldim. Mikrofonni olib qo'yib o'rtadan chiqarib yuboraymi, qanchiq deb. Sizlarni tug'ilishlaringizni Navoiy bobomiz bilgan. Nima deganlar Navoiy bobo? She'r yozganlar. Nima deb? Küçük birilan xotikka qancha qilma tarbiya, it bo'lur, eshak bo'lur, bo'lmaslar aslo odamiy degan. Navoiy bobomiz 500 yil oldin bilgansizlar tug'ilishlaringizni. Lekin Navoiy bobomiz bilmaganda 2015-yil bir mol meni she'rimni aytadi.
deyini qarang ya. O vaqt moy ham she'rida qoldi. She'rini qo'ying. She'rini qo'ying. She'rini qo'ying. Nima bo'ldi? Ko'ylak shim kiygan molda endi ko'ring. Xudoga shukr qilolmaysanmi? Ko'ylak shim kiyganiga Xudoga shukr qil. Yelinini chiqarmay yuribdi. She'lar qattiq barakatda, bunlar. Zaten ko'ylak shim kiysa ham bir yaxshi tomoni bor. Qaysi tomoni bor? Oq shim kiygan itdan yaxshiroq. Sizlarga oq shimni ham hojat yo'q-da. Shim kiymay asfaltda nima qilasizlar u? Qarasang, senga ham bitta shim tistirib beraman. Ertaga olib kelib qo'lingga ushatib qo'yaman mana shiming deb. Akes yetib boradi ekan sizlarga. Shimini bir poychasini endi tushundilar. Hatamga shimni ham keragi yo'q. Nimaga? Stalba bo'lsa bo'ldi. Arqayoq ko'tarilib ketaveradi. Sizlarga shimni ham ikkita poychasini o'zi yetadi. Chunki orqalarining razmerini olish qiyin. Shimdum bo'lish kerak. Bularga shim O'shancha ikkita poychasini kiyaveradi. Dumlaring ko'tarilishiga qiynalmaysizlar. ikkita poychali shim bularga bo'lmaydi. Nimaga? Unaqada ikkita poychani kelib qo'yib, o'rtasiga qoziq qoqib qo'yish kerak-da. Nishilkali molda endi ko'rishadi. Qoziqni gapiryaptimi eshak? Bu qoziq ko'rgan eshakka o'xshaydi-da. Ammo qishda rahmim keladi. Nimaga? Odamlar yoz bo'yi ishlatadi, qishda qo'yib yuboradi, borgan joyiga boray deydi. Yana qoziq taniganiga hayron qolasiz. Tavba qildim. Mana rasmga yetgacha Aqlingiz yetmaydimi bu ishlarga? Tavba qildim. Yo'q, biz itlardagi aqlimiz yetadi. Ammo bizni Molga nima tashishvormini hayronman. Tunga gap qiling, chata qildingiz-da. Nimaga? Siz dumingizni bilasizmi? Ha. Yugurganingizda orqangizda varray bo'lib aylanib turadi. Albatta. Yana o'zingizni dumingizni o'zingiz ham quvlaysiz-a? Sizlarni Ammo biror marta yetolmaydi dumiga. Tavba qildim. Sizlarni begona odam quvlaganda o'zimiznikini o'zimiz quvlaganimiz yaxshi. Sizlarga bir parcha yetib oladi. ata, buni dumida ish bor. Buni dumida ish bor. Bu havasi ko'tarilganini ko'rganda buni dumi ko'tariladi buni. Qoyil. Yana ne bellarini yalaydi bu. Tavba qildim. Endi bilishim novoz pufli qulagan. Men bir narsaga hayronman. Yo'qning ustiga hayronman. Bu eshakmi, assimilyatormi hayron bo'laman. Voy, sizlarga bir basma siz perchatkasini ko'rsangiz o'ldi ya. To'xtirmay eshakni nima farqi bor senga? Askarni to'xtataylik. Ha? Bolalar molni sog'aman deyapti. Itdan ehtiyot bo'ling. Nimaga? Arqa oyog'ini sog'masin. Askar to'xtataylik endi. Nimaga? Sizlarga mana 3-4 ta qozon bilan o'choqni tashlab bersin. Oshpazning ertaga ham iftorligi bor ekan. Abdulla jinni qoldi, gapirolmay qoldi. Nimaga? Mani ham yelimdan ko'p narsalar bor ekan deyapti. Yaxshi ya, uchini chiqarib qo'ymagani, bo'lmasa sutga boyaganni so'rib qolardi. Tavba qildim. Agar bo'g'im-bo'g'imidan ishirishganda bilarmidi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Ertalabgacha yemib yotar. Betlarda ahli bor, eshakmidi bular sharmidan yelinni farqiga bor. Avlajon, mikrofonni o'chirib qo'yinglar, endi syomka qilmanglar endi. Sizlar uchun